Do'stlar, assalomu alaykum. Hozir auksionda o'tiribmiz. Bu chorshanba kuni bo'ladigan auksion. Atahop deyiladi. Bu haqda ham sizlarga ozgina informatsiya beraman. Bu Koreyada bo'ladigan auksionlardan bittasi. Bir haftaga bir marta bo'ladi. Bu yerda qarib 2,5 mingta mashin bor. Hozir men sizlarga ekranni yoqqa qaratib ko'rsataman. Katta ekranda bo'lyapti. Do'stlar, mana bu chap tomondagi televizorda Palissadni ko'ryapsizlarmi? Palisad 1012-mashin, 1000 dan boshlandi, уже 12-mashin mana shu desa ham bo'ladi. 1012 dan boshlandi. Narxi mana 28 million 400, 28 million 500. Bu примерно dollarga 20 ming dollar bo'ladi. Mana 20 ming dollardan sal oshdi. Hozir qani ko'ramiz qanchaga sotiladi. 29 million 400, 500, 600, 700. Bu 2.2 4VD. Probegi mana 76635 kilometr. 21-yil, 8-oy, 3-chislo. 30 millionga chiqdi. 30 million 31 millionga chiqdi. Mashin ko'tarilib boryapti. 2000 tezroq ketyapti. Shuni bitta ko'rib chiqamiz, sizlar bilan tahlil qilamiz. Qanchaga sotilganini men sizlarga hozir dollarda ham aytaman. Agar boshidan boshlaydigan bo'lsam, 1012-mashin Hyundai Palisad 2.2 4VD 21 8-oy Rossiya uchun proxatnoy 76 ming probegda. Mashinning startoviy narxi уже islomiy emas, lekin hozir dalniy moment 33 millionga chiqib bordi. Buni avtosalonda примерно shunaqa sostaniyadagi mashinning narxi 35 milliondan boshlanadi. Уже 34 millionga chiqdi. Okey, qoching. 34 million 50 ga sotildi. Mana 34 million 50 ga o'sha mashin sotildi. Mana bunisi bu ham Hyundai Palisad 2.2 4VD 22-oy Rossiyaga neproxodnoy bo'lganligi uchun sotilmay o'tib ketdi. Mana bu Hyundai Starex 2019-yil. Yonidagi mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Yonida 2000 dan boshlanadi. 2020-mashin Genesis 4VD 2.5 2026-oy. Mana xullas bu keyin mana bu Qora bilinchiklar ekanda. 500 arasida. mana ko'ryapsizlar, shuncha odam o'tirib o'ynayapti. Biz ham yoqib o'ynasa bo'ladi, lekin biza glavniysi ofisda turibdi, ofisdan o'ynashyapti. Chunki bitta kompyuterda bir kishi kira oladi. Yoqda boshqa o'yinlar ham bor, ularni ham o'ynashyapti. Xullas shunaqa gaplar.